qarang, to'g'ri kelin salom berish texnikasi qanaqa bo'ladi? Bunda katta qo'lingizni katta qilib ocha olmaysiz. Yelka kengligida. Mana yelka kengligingizda ushlab olasiz. Keyin patani bundoq tashqi tomondan emasda, ichkaridan ushlang. Tashqi tomondan staramudniy kelinlar shunaqa ushardi-da. Hozir unaqa stil o'zi urfdan chiqqan. O'shaning uchun mana bunaqa ushatsangiz nejniy ko'rinadi. Qo'l barmoqlaringiz ham nejniy ko'rinadi. Mana shu holatda yelka kengligida va korset uzunligida, esingizdan chiqarmang. Ko'krak uzunligida emas, korset uzunligida ushlash kerak. Ya'ni korset uzunligida, yelka kengligida mana shu holatda kelin salom qilasiz. Qanaqa kelin salom qilasiz? 3 gacha sanaysiz. Bilasizmi? Reyslarimizda ham aytib o'tganmiz bu narsani yana ham sizga o'rgataman. 1 2 3 pauza, yana 1 2 3 orqaga. Mana shu eng ideal variant. Mana shu ideal variantda bitta sinab ko'ramiz. Qani 1 2 3 pauza, 1 2 3 orqaga tez bo'lib ketdi. Yana bitta. 1 2 3 pauza, 1 2 3 orqaga. Bu sekin bo'lib ketdi. Yana bitta takrorlaymiz. 1 2 3 pauza, 1 2 3 orqaga. Mana shu holat ideal bo'ldi. Mana shu holatda tez repetitsiya qilib oling.